BBC xabar keşliki programmasının xabar qilishicha, Saudiya Arabiston qatorliq O'rta Sharq ellari Xitoyning Uyg'urlarni bostirish harakatiga hamdamda bo'lgan. BBC agentligining ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur ana Sodinsa, eri Osmanning Saudiya Arabistonda haj qilayotgan mezgilda puxrochi kiyingan Saudi soqchilari tomonidan tutqun qilinganligini, surishti qilish orqali uning tutib turilib 15 kundan keyin Xitoyga qaytarilganligini bilganligini hasrat ilkida bayon qilgan. U mundaq degan: "Bizning bolalarimiz dadasiz qoldi. Biz yolg'iz qoldik. Biz mushu yoshga kelganda kuyinishga muhtoj bo'lganda ayrilib qoldik. Ham vatanimizdan ayrildik, ham ota-onamizdan ayrildik, ham erlarimizdan ayrildik." Sodinsaning aytishicha, ular xotandagi vaqtida qo'l ilkida bar boy oilalardan hisoblangachqa 2014-yili Xitoy Uyg'ur baylarini tutishga boshlanganda uning eri 3 oy qamalgan. Keyin ular barliq amallarni qilib Turkiyaga kelib yerlashgan. Ammo 2018-yili uning eri Osman umri hajjisini qilish uchun Saudiya Arabistonga borganda tutqun qilinib Xitoyga o'tkazilib berilgan. Xabarda Uyg'ur ziyolisi Abduvali Ayyubning aytganlaridan naql elib ko'rsatishicha, Abduvali Ayyub Saudiya Arabiston hukumatining eng oz deganda 5 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berganligidan xabardor ekanligini, ularning orasidagi 3 nafar bilan shaxsiy tanishligi borligini aytgan. 2016-yillarning oxiri va 2017-yilning boshida Misr doiralarining eng oz deganda 300 Uyg'urni tutib Xitoyga o'tkazib berganligi xabar qilingan va dunyoviy ayblashlarga uchirgan edi. Amerikalik basketbol cho'lpini Rudy Gobert Instagramda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga inkos qaytardi. Xitoyning Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini tanqid qilgan Amerikaning NBA cho'lpini Rudy Gobert o'zining Instagram hisobida fransiyalik muzikant Ömer Seyning yozmasini ham baharladi. Uyg'urlar haqidagi inkosini Sharqi Turkistonning ko'k bayrog'i bilan o'rtoqlashdi. Fransiyalik muzikant Ömer Sey o'zining Instagram hisobida mundaq dedi: "Millionlagan Uyg'urlar Xitoy lagerlarida tutib turilyotdi va ziyonkashlikka uchrayotdi. Ular hech ish qilmagan bo'lsa-mu Uyg'ur bo'lganlik uchunla qo'lga ilingan. Bu 21-asrdagi eng cho'ng majburiy yo'qolib ketish harakati. Bular haqiqatan nazarga ilinish kerak." Xitoy bilan quyuq munosabati bor NBA yaqinda Urumchidagi mashq bazasining taqalganligini e'lon qildi. Uchurlarga qaraganda 10-oyning 1-kuni Fransiya futbol cho'lpini Ribery, Barselona futbol cho'lpini Dembele, Napoli futbol cho'lpini Koulibaly va tantarbiya dunyosidagi nurg'unlagan dongli cho'lponlar Twitterda Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirgan. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Avam palata a'zosi Scott Perry Xitoy Kompartiyasini Amerikaning xalqaro jinoiy ishlar tashkilotlari tizimligiga kirgizish haqida qonun taklif loyihasi sungan. Scott Perry o'zining to'g'rida e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida bu qonun Amerika qonun ijro qilish organlarini Xitoy Kompartiyasining yomon g'arazlik harakatlarini nishon qilish uchun strategik ko'rsatma bilan ta'minlaydi degan. Uning ta'kidlashicha, Xitoy Kompartiyasining Amerika aqliy mulklarini o'g'irlashi, Amerika sistemasiga to'r hujumi qilishi, josuslik va xalqaro fontanil atkazchiligi qatorliqlar bilan shug'ullanishi uning bu tizimlikka kirishi uchun yetarli ekan. Scott Perry'ning mazkur qonun loyihasini Tim Burchett, Scott Descharles qatorliq ikki jumhuriyatchi Avam palata a'zosi qo'llagan. Qonun loyihasining demokratlar ko'p sonliqdagi Avam palatasida qabul qilinmasligi ma'lum emas. Ammo Scott Perry'ning ogohlantirishicha, Xitoy Kompartiyasi o'zining xalqaro jinoyati uchun cho'qim javobgarlikka tortilishi kerak. Amerika qonun ijro qilish organlari bilan to'liq yuzlashishi kerak ekan. Amerikada 2016-yildagi prezident saylamidan keyin Rossiyaning saylamga ta'sir ko'rsatishiga uringanligi oshkorlangandan keyin bu masala uzun muddatlik tekshirishning nishoni bo'lib keldi. Bu qatam Amerikalik bir yuqori darajalik amaldor ogohlantirib, chet el kuchlari, bo'libmi Rossiya, Xitoy va Eron har xil oshkora va yoshirin vositalarni ishlatib Amerikalik saylovchilarning xohishiga ta'sir ko'rsatdi dedi. Xuloslab aytganda, Amerika istixborot organi Rossiyaning Donald Trumpning saylanishini umid qiladi deb qaraydi. Trump hukumatining donglik arboblari bu yilgi saylamdagi eng chong tahdidning Rossiya emas, balki Xitoy ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Trump bu oyda Twitterda, albatta ular Baydenni xohlaydi. Men Xitoydan millionlagan dollar elib, uni dehqonlarimiz va Amerika xazinasiga elib keldim.
Agar Bayden bilan Xunbir g'alaba qozonsa, Xitoy Amerikaga ega bo'ladi deb yozdi. Jo Bayden bo'lsa Trumpning Xitoyga qarata keng qo'rsoq pozitsiyasi bor degan ayblashlarini rad qilib, kishilik huquq va boshqa masalalarda yo'l qo'ymayman dedi. 4 oktyabr yakshanba kuni Qirg'izistonda o'tkazilgan parlament saylovining natijasiga norozilik bildirgan namoyishchilar Prezident saroyi va parlamentni egalladi. Markaziy saylom komiteti tarafidan %70%lik o'tkaldan o'talmaganligi xabar qilingan 12 partiyaning qo'llovchisi poytaxt Bishkekdagi Alato maydonida namoyish o'tkazib, saylom natijasining bekor qilinishini talab qildi. Saqchilar namoyishchilarning 5 mingdan oshadiganligini bildirdi hamda yosh oqquzish bombasi va ovoz bombasi ishlatib namoyishchilarni tarqoqlashtirishga urindi. O't o'chirish mashinasi va axlat mashinasini tosh va kaltak bilan saqchilarning ustiga haydagan namoyishchilar saqchilarning chekinishidan foydalanib Prezident mahkamasi va parlamentni egalladi. Namoyishchilarning turmini ishg'ol qilib, sobiq prezident Almazbek Atambayevni elib chiqqanligi bildirildi.